Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Biz Muhammadjon bilan Navoiy massivga smes uchun ketyapmiz. Yo'lma-yo'l gapirib ketamiz, qiziq joylarni olib. Sizlarga bir joyda ko'rsataman, ya'ni yo'lda, trotuarda ketyapmiz. Mana bu yerga unaqa qilindi, lekin bunisiga qilinmadi. Mana nechta skuterlar o'ta olmaydi, kalaskalar o'ta olmaydi. Men bu egasiga ham aytdim, aka, shu yerda chiroyli qilib qo'ygan, odam o'taydigan qilib dedim. Lekin gapimni bir tiyinga olmadi. Alloh insof bersin bunaqa odamlarga, ya'ni yo'lda o'ziniki qilib egallaganlarga. Asli bu o'zi trotuar edi. Trotuarda yana chiroyli qilaman deb shunaqa beton quyib qo'ydi. Beton quymagan taqdirda ham biz bemalol yuraverar edik, chunki asfalt bo'lgan. Shunaqa mahallada shunaqa kamchiliklar ham uchrab turadi. Kamchiliklar ham, ko'pchiliklar ham uchrab turadi. Bu biza poliklinikamiz. Bir endi antenasi bor tepada. Bu tomonda mobil o'zmi degan, yo'q, o'zmabay. O'sha o'z telekomda antenasi. Bu yo'lda dono qizim ko'rsa, bog'chami yo'li bu deydi, aniq. Shunaqa deyishi uchun ham videoga olib ketyapman. Ana shu bog'cha bo'ladi. Bu bog'chani bog'i, bu teraklar ham bog'chaga qarashli, devor ham bog'chaga qarashli. Ana yerda kaptar yotibdi ekan, kasal shekilli. Ha, shepa, nima deysiz? Hop, demak bu yo'l To'laboyda joylashgan. Mana starbalar, svetlar yangi tushdi, ya'ni shopping budjet dasturiga qo'yilib, birinchi asfalt bo'ldi, ana undan keyin shu starbalarni noldan, yangidan qo'yib, svetlarni tushirib, ko'chani yorug' qilib qo'yib qo'yildi. Bu yo'l to'g'ri yangi masjidga chiqadi. Shu masjidni oldidan o'tamiz. Avgust oyini ham oxiri 20 kunlari hozir. Ha? Nima? Masjidmi? Ko'rib oldingizmi masjidni? Qani masjid? Kelyaptimi? Oldidan o'tamiz hozir, ha? Qantingizdan menga ham bering. Olib qo'yaman qantini. Qantini olib qo'yaman hozir. Yo'qmi qanti? Ko'rib turganlaringdek, masjidda orqa tomoni bu. Nima qiladi bu yerda bobojon? Qo'lingiz bilan ko'rsatib qo'ying. Allohu akbar qiladi. Allohu akbar qiladi. Ha. Ha.
Kirdik o'zimiz, ha? Ikkovimiz kirdik. Kirandi, ko'rasizmi kirandi? Qani? Qani kir? Ha. Kirammikan? Qani kira? Yaxshi ko'rasizmi kirandi? Tarvizmi? Mashinalar kelyaptimi? Mana yerda o'yinchoq magazin bor, ha? Kiddimidi nima edi nomi? Muhammadjon. Ana Kiddi. Ana bu videosi bor, buni ichidan videoga olib obzor qilganmiz. Barkamol amakingiz o'tib ketdi, ana 261. Muhammadjon signal cholib. Yangi bozor sezon hozir. Maktab sezoni. Bozorda ichiga kirish juda hozir xato. Odam ko'p. Qulayapsizmi? Super. Hop, o'zi biz Simesni olib qaytyapmiz. Muhammadjon ham yo'lda do'konlarga to'xtaganimizda mashinachani ko'rib qoldi. Endi yana buva deb olib ber deb injiqlik qilyapti. Nasibsida. Xudo. Mashinachasi bor o'zi. Ancha mashinachasi bor.
doim shu Kitty'ga borib moshinacha olamiz ship bilan. Qolgan magazinlarda ko'rib qolsa ham olaman deyoradi. Alaykum assalom. Ha, Muhammadjon. Uxlayapti hozir apes. Ana Assalomu alaykum. Shu bilan videoni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Amakilar gap eshityapti kerak.